Diqqat, to'y qilmoqchi bo'lgan fuqarolar xabardor bo'ling. Endilikda O'zbekistonda to'ylar tartibga solinadi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zbekistonda to'y qilish tartibi yangilandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21-aprel kuni korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha yangi farmonni imzoladi. Farmonning ilovasiga ko'ra 2025-yilning avgust oyigacha to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'rakalar va marosimlar o'tkazishni tartibga solish bo'yicha Parlament palatalari kengashining qo'shimcha qarori qabul qilinishi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, to'y, hasham, ma'raka va marosimlardagi isrofgarchiliklarning oldini olishga qaratilgan targ'ibot ishlari ham kuchaytirildi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostiga like bosib, to'y qilmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga videoni yuborib qo'ying.